siz bola uncha yaxshi gapira olmayapti degan narsani tagida juda katta muammo yotibdi-da. Rollo. Zaja. Chiroyli. Gag'a. Gag'a. Vafa. Yanga. Xafami, xursandmi? Bola qish fasliga mos kiyinganmi, yoz fasliga mos kiyinganmi? Dizartriya simptomi bilan kelib hashamatli og'zi to'lib gapiryapti, salivatsiyalari bor. Undan keyin flegmatik sluhi yaxshi emas bolani. Ya'ni tovushlarni farqlashi, idrok qilishi, analiz qilishi, paretiklik, bo'shlik holati bor. Artikulatsiya apparati a'zolarida bo'shlik holati bu nimani bildiradi? O'ng yoki chap taraflama bizada shikastlanishlar bo'ladi. Shuning hisobiga paretik holati bo'ladi. Bu bizdagi bulbar dizartriyadan dalolat beradi. Bulbar dizartrik bo'lgan bolalarimiz aynan gaplarni oxirgi jumlalarni yutib boradi, to'g'ri talaffuz qilmaydi, farqli bermaydi, tahlil qila olmaydi, zvuklarni til orqa tovush, vibratsiyali tovush, sirg'ali tovushlarni hech qaysini to'liq talaffuz qila olmaydi. Shuning uchun bizada dizartriya simptomlari bilan birga man bulbar dizartriya diagnozini hozir qo'yapman bolaga, bola bilan ishlash kerak.